Sizlar bilan alohida material turlarini boshlaymiz. O'tgan darsda qisqacha yoki to'laroq bo'lsa ham harakat qildim. Ya'ni materiallarni ishlayotganda obyektlarni, ya'ni o'sha obyektdagi materialni nimasiga ahamiyat berish kerak. Ya'ni qisqacha bu to'g'risida ta'rif berib o'tgandim. Endi bu teoretический teoriya qismini bir chetga surib turamizda и praktichniy momentlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni aynan qaysi materialni ishlash uchun nimaga, ya'ni qaysi nastroykalarni qilish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir chuqurroq o'tamiz. Birinchi bo'lib material editor ochamiz. Bizda material editor har bitta masalan slotda menda korona material berib chiqilgan. Har bittasida хотя бы 3 ta variant, har temaga mos bo'lgan, masalan metallarga alohida, shisha idishlarga alohida va shunga o'xshash boshqa arxitekturniy detallarga e'tibor beramiz. Birinchi bo'lib nima usuli bilan ishlab chiqish boshlaymiz. Ya'ni bizda masalan deylik, mana bitta bo'sh yacheykadagi material har nastroyka qilinmagan holat bo'lsa, qanaqa qilib boshlaymiz? Men o'rgatadigan metodda har bitta kategoriyada, masalan diffuse, reflection, refraction, opacity bo'yicha o'tgan darsda tushuntirganga o'xshab, bu yerda ham yana boshqatdan xuddi shu prosess ketadi. Faqat har bittasida aynan qaysi materiallar uchun qanaqa nastroykalar qilinishi kerakligini tushuntirib o'taman. Chunki agar aynan qanaqadir materialni ishlash uchun sarflaydigan bo'lsam, dunyoda milliard obyekt bor, hammasi uchun alohida material qilish kerak bo'lib qoladi. Buni sani qilib o'tirmaslik uchun, чтобы aynan metodni o'rganib olib, keyin o'zingiz o'sha kerakli bo'lgan obyektni materialini ishlashni boshlaysiz, qachonki mana shu metodikani o'rganib chiqsangiz. Misol sifatida men har bitta kategoriya uchun bir nechta materiallar ko'rsataman. Xo'sh, birinchi bo'lib diffuz qism. Diffuzda o'tgan darsda aytganimdek, faqat rang bilan tekstura uchun javob beradi. Diffuzdan keyingi transkulens bu yorug'lik berilayotganda obyektning orqasidan bu yorug'lik berilsa, uni obyektning orqa tomonidagi obyektni ko'rinadi deb aytgandim. Buni o'tmaymiz, faqatgina rangga tegan rang masalasi bo'yicha o'tamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib mana bizda seriy material, hali shunaqa nastroyka qilinmagan и rendering setup qismini ochib start aktiv qilamiz. Mana bizda seriy material, to есть hech qanaqa nastroykaga ega bo'lmagan. Mana bu ikkita obyekt bizda bu proza test uchun. Mana shu muhim bizga hozir bo'tgani. Xo'sh, bu materialni hozir qanaqadir определенный obyektga berish imkoniyati yo'q. Faqatgina, ya'ni nima demoqchiman? Arxitektura yoki interior dizayn sohasida bu materialni faqatgina rangi ochiq bo'lgan devor, patologlarga ishlatish mumkin. Masalan, buni faqat rangini ochroq qilgan holatda, ya'ni hozirgi obyektni o'ziga tegishli bo'lgan nastroyka, ya'ni masalan devor, patologlarni ishlanayotganda, masalan oq patolog kerak bo'ladigan bo'lsa, gazeta mana shu joylarga tushiramiz, maksimal oq qilmaymiz, chunki renderda yonib ketadi. Hozir mana shu qismim hozir renderda yonib ketdi. Interyerda ham xuddi shunaqa muammo bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun oqini unaqa maksimalni oshirmaymiz, sal ko'taramiz. Chunki bu rang ham oq hisoblanadi. Bu patolog qilinishi kerak bo'lsa, ya'ni patologga tegishli bo'lsa, faqatgina color ichini ochib, oq rang qilib, ya'ni seriy rang qilib, bir oqdan sal buyoroq holatda nastroyka qilinadi. Agar tonini bermoqchi bo'lsangiz, masalan, deylik oq rang emas, bir молочный sifatroq yoki qizg'ishroq bo'ladigan bo'lsa, mana bu yacheykani mana shu yaqinroq keltiramiz. Mana shu kolorit sizda palitra rolini bajaradi. Ya'ni kerakli bo'lgan ottенкаga keltiramiz. Bu bir. Ikkinchisi, mana bu joyda toni bor, ya'ni och to'qligini bildiradigan qism. Masalan, kerak paytda to'qroq yoki kerak paytda ochroq qilishi mumkin. Bu ham beriladigan obyektning fokusiga qarab. Agar masalan xonada devorimizni oq emas, persikli rang bo'ladigan bo'lsa, sal mana persikli rangga olib kelamiz. Yoki naobrat yashil sifat ottенка, masalan bir svetli salatoviy rang bo'ladi. Sal uzoqroq qaytaramiz, общий render ko'rish uchun. Masalan, mana bu yerda salatoviy rang bo'ladi. Agar to'qroq qilmoqchi bo'lsangiz, to'qroq rang berish mumkin. Xuddi shunaqa любой rangga tegishli.
То есть bu yerda уже faqat rangi tonini o'zingiz tanlaysiz, qaysi obyektga bermoqchi bo'lsangiz. Bu bir. Cancel qilamiz. Bizda oq rang bo'lib qolaveradi. Keyingisi shu color yonida bitmap qism, ya'ni ochilgan bu yerda slot ochilsa, ya'ni окошко ochiladi. Material map browser bitmapga kirib, bizga kerakli bo'lgan ottеnkadagi, masalan, nima qilinishiga qarab, agar mramor bo'ladigan bo'lsa, mramor material beriladi. Misol uchun tepaga chiqamiz, yana orqaga qaytamiz. Yoki sizlar mineralka qilmoqchi bo'lsangiz, yana bitta material ko'rib chiqamiz. Bu bizda masalan g'ishga o'xshagan materialda beriladigan bo'lsa, bularning hammasini общий farqi как бы просто rang berilayotganda bizda rangda определенный просто rang tanlaymiz. Teksturada уже ranglari kerakli joyda berilgan bo'ladi. Ya'ni aynan qanaqadir materialni fakturasini berish uchungina beriladi. Shu paytda faqatgina shu teksturani bermasdan bunaqa detallarga ko'proq reflectionga o'xshagan, ya'ni reflectionlar beriladi. Chunki bu masalan g'ishni o'zi bizda g'ish bo'lib qolmaydi, ozgina отраженияsi bo'ladi. Bleska. Sal matviy sifatroq masalan. Xuddi shunaqa masalan mramorga tegishli mramor olamiz. To'g'ri, masalan mramor u как бы matviy 100% matviy obyekt emas, ularning hammasini o'zini ma'lum miqdordagi bleska bo'ladi. Ya'ni agar mramor juda kuchli polirovanный bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'p ishqalang, ko'p polirovka qilinib yaltiraydigan effekt bo'ladigan bo'lsa, level уровень ko'tariladi, glossiniz ham ko'tariladi, чтобы глянцевый effekt bo'lishi uchun. Tushunarli? Boshqa payt level ham glossiniz ham o'chib turadi. Teksturani agar mabodo masalan mana bu polda qanaqa berilgan? Polda faqatgina mana shu diffuz o'ziga rang berib qo'yganman. Chunki bu polda masalan hech qanaqa отраженияsi yo'q, faqatgina teksturani o'zi. Nima uchun? Просто fon polga berilgani sababi bu yerda ham o'zining zadachasi bor. Ya'ni perspektiva setkasini hosil qilish uchun mana shu teksturani как бы o'zimning logotipim nomim bilan ishlangan. Ya'ni buni maqsadi bor, ya'ni perspektiva hosil qilish uchun. Agar bunga ham qo'shimcha отражение bersam, masalan levelni ko'taramiz, polda отражение hosil bo'ladi. Masalan level 1 qilib hozir mana pol отражаться qildi. Sal agar perspektivani buradigan bo'lsa, явный effektni ko'rish imkoniyatimiz bor. Tushunarli? Agar polga masalan qanaqadir blesk beriladigan bo'lsa yoki protsentini, frestini yor ko'tarib ancha kuchaytirish mumkin protsentini. Orqaga qaytamiz. Xo'sh. Tak, kamera. Keyingisi tekstura tushunarli, olib tashlaymiz bu kerak emas teksturani. Bu bir. Keyingisi, ya'ni agar takrorlab aytaman, davom etishdan oldin V-Ray'da yoki boshqa renderda qilinadigan materiallarning nastroykasi bilan hammasi bilan bir xil metodikasi. Ya'ni hech qanaqa o'zini alohida bitta nimasi bo'ladi, yangi o'ylab topgan narsasi yo'q. Hammasi qanaqadir metodni o'zini yo'li bilan chiqargan xolos. Xo'sh, reflection qism. Diffuzda hozir reflectionga o'tishdan oldin diffuzda xohlagan teksturani ishlatishingiz mumkin maqsadga qarab. Tushunarli? Reflectionda buni maqsad zadachasi, ya'ni aynan bir maqsadi bor, faqatgina obyektga blesk berish ma'lum miqdorda. То есть bu bleskiz 100% отражение berishi mumkin. Masalan, obyektga beramiz. Rangini to'qroq qilamiz, masalan 100% qora qilaylik. Xo'sh, mana hozir glossinisi o'zini joyiga qaytarib qo'ydim. Faqatgina level ko'tarilyapti. Rangi ham 100% qora. Agar men levelni tushirib qo'ysam, rangi qora qolib turadigan bo'lsa, obyekt qop-qora bo'lib qoladi.
Nimaga? Ya'ni bizada eng to'q rang qora bo'lib, agar 100% qora bo'ladigan bo'lsa, obyektimizni nurni o'ziga qabul qilmaydi-da, ya'ni nur отражение bo'lmaydi. Nur aks, ya'ni nur kelib obyektga urilayotganda qaytarish bo'lmaydi. Ya'ni qora o'ziga qabul qilib oladida, nur ichiga kirib ketadi. Agar qora rangi to'q ko'rinib turadigan, ya'ni obyektning formasi yo'qolib qolmasligi uchun qora rangni eng kamida 1% ko'paytirishganda, masalan red green blue 1 turib, okey, o'shanda qora rangimizni bizda obyekt bilan birga ko'rinishi mumkin. Hozir bizda obyekt ko'rinmoqda. Lekin agar bu siz uchun seriya bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, xohlaysiz 100% qora qilib qo'yingda, обязательно отражение хотя бы ozgina bo'lsa ham, masalan level 002 yoki level 001 bo'lgan holatda eng kamida berish kerak bo'ladi. O'shanda ma'lum bir forma ko'rinish boshlaydi. Forma ko'rinyapti отражениeni yoki atrof muhitni ko'rsatish hisobiga. Obyektni o'zi qop-qora bo'lib turibdi. Mana davom etamiz. Level ko'targaningiz sayin отражение kuchayib boraveradi. 100% level ko'taraversak, qora rangimizda blesk bo'lib ko'rinyapti. Agar bu qora rang ozgina 1% dan o'xshadigan bo'lsa, почти hech narsa o'zgarmaydi, chunki baribir qoraga yaqinroq. Bu gap o'tda qora to'g'risida emas, refleksionni o'zini effektini ko'rish uchun rangini to'qroq qilib qo'ydik. Demak, maqsad bor. Masalan, deylik, sizga akril, qora akrilli materialni berishingiz kerak bo'lyapti. Beriladigan bo'lsa, hozir sizda bu qora akrilli rangi bo'lmayapti, chunki qora akril rangi qop-qora bo'lib turib, ham bleski bo'ladi. Значит, nima qilishimiz kerak? Levelni kamaytiramiz. Ko'payib ketdi. Uni ham yana kamaytiramiz. Masalan, 0.1 bo'lgan hisobda. Qora akril hozir bizda seriya bo'lib qoldi. Buni 100% qora qilib qo'yamiz. Levelni 2 ga ko'paytiramiz. Bizda mana qora akril chiqdi. Bu qora akrilga biz beramiz ozgina matviy effekt. Hozir bizda mana bu joyimizda 100% glansiy bo'lib turibdi. Buni yaqinroq kelib ko'rishimiz mumkin. Ana bizda fonni 100% отражение berib, top-toza obyekt bo'lib turibdi. Lekin hayotda hech qaysi bir отражение unaqa 100% bo'lmaydi. Bitta oynani 100% qilishimiz mumkin. O'shaning uchun akril materialdagi, masalan, glossinessni masalan 0.99 qilib qo'yishimiz mumkin. Ozgina blur effekt beriladi. Bu yerda hozir sezilmadi. Masalan 0.95 qilish mumkin. O'shanda mana sal bu yerda fonimizni blurlashdi. Yana ham kamaytiradigan bo'lsak, matviyligi oshib boradi. Ya'ni men bu glossinessdagi bir значениесini tushirgani sayin obyektimiz matviylashib boradi. 0.3 bo'lgan miqdorda, masalan, uzoqdan ko'radigan bo'lsak, bizda mana bunaqa obyekt chiqyapti. Значит, akril bo'lyaptimi? Akrilni masalan xususiyatini ko'rish kerak bo'ladi. Glansiviymi? Значит, glansiviy bo'lsa glossinessni oshiramiz. Agar matviy bo'ladigan bo'lsa, tushiramiz. O'sha qilinishi kerak bo'lgan obyektni xususiyatiga qarab. Xuddi shu metodda faqatgina akril material emas, to есть mana diffuzga biz masalan bitmap berib, boyagi nima desa bo'ladi, mramorimizni ochib, xuddi shu mramorga ham xuddi shu effekt ishlatilishi mumkin. Ya'ni tekstura любой narsa bo'lishi mumkin. Agar o'sha material отражениесі bo'ladigan bo'lsa, уровенini ko'tarib, masalan, o'ta отражающий bo'ladigan bo'lsa yoki o'ta matviy bo'ladigan bo'lsa, masalan, kamaytirib qo'yiladi. Teksturani oldiga yaqinlashamiz. Obyektimizda masalan shu yerda ko'ramiz. Teksturamizni o'rnini almashtirib ko'ramiz, boshqa tekstura qo'yib.
masalan boshqa bir mramorga o'xshagan tabiiyroq materialdan miqdor, ya'ni level 100% ko'paytiramiz, glossini masalan 100%. Bu yerda mataviylik hech narsa yo'q. Bu ani toza kafel, toza mramor, ya'ni отраженияsi top-toza bo'lgan effekt bo'lyapti. Ozgina glossini bersak, masalan 0.95 bersak, bizda bo'lmagan tabiiyroq effekt bo'ladi. Chunki sal blur berilgani obyektga объем hosil qilib beradi. Ya'ni bo'lib tabiiyroq effekt bo'ladi. Общий ko'radigan bo'lsak, biz mana bunaqa effekt chiqyapti. Xuddi shunaqa teksturani o'rnini любой narsani almashtirish mumkin. Xohlang masalan wood berib, yog'ochlagan xuddi shu effekt berish mumkin. Yog'och masalan lakirованный bo'lishi mumkin, akriloviy material bo'ladi. Yaqinroq kelamiz. Конечно, yaqinroqdan ko'rish normallarini qilish uchun tekstura ham yaxshiroq bo'lishi kerak. Bu ozgina o'rtacharoq kачестводagi tekstura. Общий fonda ko'rishimiz mumkin. Так. Masalan, maydaroq gulli kafel, ya'ni mramor. Xo'sh, mana shu mramor misolida bir nechta masalalarni ko'rib chiqamiz. Tushunarli bo'ldi. Level reflection boshqarilgandan keyin, ya'ni o'sha materialning xususiyati, mramor отраженияsi kuchlimi yoki pastroqmi, matoviyligi kuchlimi, pastroqmi? Agar отражение bo'ladigan bo'lsa, matovis necha berish kerakligini ham hisobga olish kerak bo'ladi. Masalan, akril 0.5 bo'ladigan bo'lsa, o'sha materialning matoviyligi yoki masalan 0.95 turish kerak yoki o'ta matoviy bo'lish uchun tushirib qo'yish kerak bo'ladi. Xo'sh, uzoq cho'zilmaymiz. Darsga davom etamiz. Teksturani clear qilib olib tashlaymiz. Keyingi masala shu reflectionga tegishli bo'lgan metallichskiy effektlar. Ya'ni har metallichskiy effektlar yo diffuz bilan reflection orqali amalga oshiriladi. Ya'ni refraction yoki opacity larga tegilmaydi. Faqatgina diffuz, reflection, agar bo'rtma effekti bo'ladigan bo'lsa displacement и bumplar ishlatiladi. Birinchi bo'lib asosiy effektlar birinchi reflectiondan beriladi. И metallarning temasiga qaytilganda metallar juda отражающий, ya'ni отраженияsi juda kuchli bo'lganlar bo'ladi va juda matoviy bo'lgani bo'ladi. Yana metallarning juda kir bo'lgan effektlilar bo'ladi. Shularni ham hisobga olganda qanaqa nastroyka qilishni ham bilish kerak bo'ladi. Misol uchun birinchi yaxshi ko'rgan ranglarimdan bittasi tilla rang. Tilla rangni nastroyka qilib ko'ramiz. Tilla rang toza tilla chiqishi uchun mana bu color bizda 100% qora yoki masalan 1% dan qora rang o'giramiz. Iloji bo'lsa 1% qilgan yaxshiroq. Bu bir. Keyingisi, чтобы tilla effektimiz chiroyli chiqishi uchun mana bu level bizda 100% bo'lishi kerak bo'ladi. Level. Bu bir. Bu shartlardan bittasi. И mana bu Fresnel Ior 10 bo'lishi kerak bo'ladi. Так, glossini bir paka o'zini joyiga qaytaramiz bir qilib. Mana bizda hozir отражение yoki Fresnel Ior bilasiz, o'tgan dars aytgandim. Отражениyaning kuchini ko'paytirib boradi, ya'ni ko'proq отражаться qiladigan bo'ladi. Agar buni bir qilib qo'ysak, hech narsa отражаться qilmaydi. 1dan ko'proq ko'tarib borganimiz sayin отражение kuchayib boraveradi. Sal kamaytirsak, masalan, kamaytirish hisobiga ham bizda отраженияni как бы protsentini kamaytirish mumkin, xuddi levelga o'xshab. Biz buni 10 qilib ko'paytiramiz. Keyingisi, чтобы tilla effekt chiqishi uchun color reflection, ya'ni общий отраженияni оттенкasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi оттенка bizda kumush rang ko'rsatyapti, metallichskiy yoki xrom effekt bo'lyapti. Bu ham masalan kerakli material. Tillani tushuntirishdan oldin shu yetadigan narsa. Agar xrom kerak bo'ladigan bo'lsa, level ko'tarib Fresnel Ior 10 qilib qo'yish mumkin.
yoki 99% ko'paytirishi mumkin. Bo'lib oqartirib boriladi. 10 turavergani normalniroq, bo'limining как бы объемнiyroq bo'lib turibdi. И shu bitta momentda metallichеский effekt berayotganda o'sha metall turiga qarab, mismi, tillami, kumushmi, bronzami, o'shanga qarab mana bu reflectionning color qismi, rangi, oттенкasi настройка qilinadi. Hozir bu yerda tillaga yaqinroq bir tillani rangini nima qo'ydim? Так, где-то okey. Sal yashil sifat bo'lib qoldi. Okey. Bu yerda hozir отражениyaning miqdori sal kamlik qilyapti. Fresnel Yor 50 qilamiz. Kuchliroq отражение beradi shunda, tillaga o'xshab turadi. Bu yerda ham xuddi shu akril materialda o'tganimizdagi level berildi maksimalniy. Fresnel Yor чтобы kuchli отражение berish uchun ko'tarildi. Оттенкasi berildi. Mana bu glossinessga уже ozgina masalan qo'shishingiz mumkin matte twist. Agar tillamizda bo'lgan polirованный bir usti g'adir budurroq effekt bo'ladigan bo'lsa, masalan bo'ladi. Glossiness juda kamaytirgan holatda. Bu ham masalan bleskli tilla. Masalan miqdorini 10 qilib qo'ysak, temniyroq bo'lgan metall bo'ladi. 50 ga qaytaramizda glossinessni 1 ga qaytarib qo'yamiz. Yaqinroq kelamiz. Mana bizda hozir bu tilla material. Bu tillani oттенкасini любойchasiga o'zgartirish mumkin. Yashil tilla, qorarang tilla, ko'k tilla, pushti rang. Bu уже на вкус. Endi bunaqa tilla bo'lmasligi mumkin. Bu blesk metal sizda bo'ladi. Keyin qilamiz. Yana tillani materiali. Keyingisi bizda mana shu glossiness matrix kamaytirgani hisobiga bu yerda ham tillani holatini ko'rsatish mumkin. Masalan 0.9 miqdordagisi bo'yli bir matviroq bo'ladi. Yana ham kamaytiramiz. Juda bir shlifovka qilingan metal bo'ladi. Bu ham o'sha kerakli materialga qarab ko'pincha tilla effekt berayotganimizda bu materialni xonadagi dekor elementlarini tilla suv yugurtirilgan holatini ko'rsatish uchun qilinadi. Ya'ni top-toza glansiy bo'lmaydi unaqa materiallar, bo'li matviroq effekt beriladi. Конечно 100% emas, где-то bir 0.6 yoki 0.7, maksimalni bir 0.5 berish mumkin. Undan u yog'i bu 0.5 dan pasti bu уже tillani уже nerealistичный holati bo'ladi. Bunaqa qilmagan yaxshiroq, chunki hadda anaqa chegaradan chiqib ketilsa, уже material xususiyati o'zinikini yo'qotib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun bir 0.8 qilamiz. Keyingisi masalan bu obyektlarni bir bo'lib yana realistik effekt berish uchun ozgina shumovoy effekt berish mumkin. Masalan band qismga. Где-то masalan noise effekt berishimiz mumkin. Hozir noise bu yerda kerakli настройка qilinmagan. Masalan size juda kattayib ketgan bu yerda. Masalan size'ni 1 qilsak, unaqa tilla effekt berish mumkin. Miqdorini boshqaramiz, ya'ni объемini band hozir 1 bu yerda ko'payib ketgan. Bo'limini как бы noise effekti berildi. Bu bizga obyektimizda 100% g'adir-budur effektini aytmoqchiman, 100% tekis effekti bermaydi, bo'limini tabiiyroq effekt beradi. Xuddi shu effektni zo'rdan ko'ramiz. Bu yerda ozgina bilmayapti, ham yerda bir bampi sezilyapti. Masalan ikkiroq qilib bo'limini sal tushirish mumkin. Конечно, men bu dumaloq tepasiniki bilan pastdagi qismidan
razmeri ikki xil, ya'ni UV map berganimizda pasti ozgina kattaroq объемli zonani olgan, UV map berganimda tepaniki ozgina kichkinaroq zona olingan. O'shaning uchun ozgina ahamiyat beramiz. Tepada ko'rinmay qolyapti, pastda ko'rinyapti degani bu ikkalovini razmeri, ya'ni material olish razmeri ikki xil. Tepadagi 2 barobar ko'proq pastiga qaraganda. O'shaning uchun bir tepani keyin o'zi uchun nastroy qilayotganda alohida ko'ramiz. Pastdagi ko'payib ketsa, bunga ahamiyat bermaymiz. Xo'sh, mana bu tabiiy effekt berdi. Xuddi shu effektni masalan noise biz displacementga berib ham, masalan displacement tema ozgina o'tib ketyapti. Masalan okey qilamiz. Bumpni o'chirishimiz mumkin. Shunda bizda mana bu hozir oshib ketdi. Displacementga qatoriga o'tamiz. Masalan reflection, mana displacement nastroykasi. Bu yerda ham hozir max level 1 turibdi. Bularni kamaytiramiz. Masalan 0.1 qilsa yetsa kerak. Yaqinroq kelamiz obyektga. Bu yerda ham hozir bizda tabiiy bir noise effekt chiqyapti. Bu noise effekt yoniga bo'rtgan holatda chiqyapti. Agar bir tegi qismiga o'tadigan bo'lsak, bo'rtma effekt chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Protsentini oshiramiz. Mana bu hali bir quyma holatdagi tilla material, как бы hali suyuq holatdagi tilla materialga o'xshab qoldi, tilla obyektga. Hozir masalan o'sha displacement yoki bumpdagi noise nastroykasida 10 qilib qo'ysak, hozir nastroyka o'zgardi, displacement nimasi как бы renderda chiqmadi. Buning uchun bizda ozgina shunaqa gluk bo'lyapti. Birinchi render, alohida render qilib, mana alohida render qilingandan keyin bu yerda уже boshqa biz hozir qo'ygan 10 sonimizdan значениyasi chiqdi. Sal kamaytirish kerak ekan 5 ga. Tak, mana bizda hozir bu yerda уже более-менее bilmayapti. Alohida yana Start interaktiv qilamiz. Mana men bu tak displacement razmerini yana ko'paytiramiz. Ya'ni hozir qilinayotgan ish reflection bilan kombinatsiyada ishlanayotgan displacement, ya'ni bu displacement ham kerakli paytda shu nastroykaga qarab, qilinishi kerak bo'lgan obyektga qarab ishlanadi. Dальше olib boramiz. Displacement o'chiramiz, ya'ni clear qilib yuboramiz. Bumpni ham o'chirib turamiz. Keyingi moment bu tillaga tegishli. Bu yerda tilla deyilayotgan sababi aynan bir tillani sarg'ish rangiga hisobga olinyapti. Уже qolgan metall rangi, ya'ni har xil metallar bor, mis, kumush, bronza, ularni уже o'sha materialga aloqador bo'lgan rangi qo'yiladi. Temniyroq bo'lsa, temniyroq effekt beriladi. Masalan, juda ядовитый sarg'ish effekt bo'lyapti. Shunaqa metallar ham bor. Bular hammasi уже bir qilinish kerak bo'lgan ishga qarab takror aytaman. Keyingisi anistropy yoki rotation degan narsa. Bu nimaga javob beradi? Anistropiyni tushunish uchun bu mana отражениyaning yo'nalishi, cho'zilishga javob beradi. Masalan, hozir bu отражение berilayotgan holat hozir tekis holatda отражаться qilayotgan bo'lsa, anistropiyni bir qilib qo'ysam, mana bu отражение cho'zilishni boshlaydi.
masalan test vetifiga o'tamiz edi, o'sha holatni yaqinlashtiramiz. Mana bu bliklar hozir bizda cho'zilib ketdi. Yo'nalishini ko'rasiz. Masalan, chizuv sifat nima effekt beryapti. Mana bu joylarda ham bir kerakli fakturni ham bo'lib turibdi. Agar bu bir maksimal hozir 1% bo'ldi. Xohlasak buni yo'nalishini tekstura orqali berish mumkin. Masalan, noise berib turib, hech narsa sezilmaydi. Masalan, foizini kamaytirib 1 qilsak, tekstura orqali oq-qora qilinib effekt beradi. No, bu yerda ozgina ta'siri sezilmadi. Clear qilamiz. Yo'q, ta'sir sezilar ekan. Masalan, hozir noise qilamiz. Foizini 1 qilib, чтобы juda ham mayda bo'lish uchun yana ham bir kamaytirishimiz mumkin. Mana shu joyimizda noise bilan boshqacharoq effekt berdi. Bo'limning bir qanaqadir qirilgan tillarning ustida qirilgan effekt beryapti. Ya'ni blikini fakturasiga ham rol o'ynashi mumkin ekan, yo'nalishini. Bu qachon ishlatiladi? Agar metal usti polirovka qilinayotganda, o'sha qo'l bilan yurgizilgan holatda gorizontalniy qo'l yurgizilganmi yoki vertikalniy qilinganmi, o'shanga qarab yo'nalish bo'ladi. Masalan, agar qo'lingiz bilan bir tomonlama bir yo'nalishda polirovka qilinsa, bliklar ham o'sha yo'nalishga qarab ketadi. Agar gorizontalniy vertikalniy bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bu gorizontalniy, bu vertikalniy qilinadigan bo'lsa, o'shanga qarab yo'nalish o'zgaradi. Endi yo'nalish hozir faqat tepaga qarab ketyapti. Чтобы gorizontalniy yo'nalishga o'zgarishi uchun bizda mana bu rotation boshqariladi. Masalan, hozir buni 90 gradus o'girib qo'ysak, blikimizni уже boshqa yo'nalishga qarab ketyapti. Masalan, mana bu noise teksturani clear qilib tashlaymiz. O'shanda mana bu yerda yo'nalishni aniqroq ko'rishimiz mumkin. Что gorizontalniy bo'yicha ketganini. Ya'ni bu narsa bizda o'sha tillarimizni yana ham bir realistik effekt qilish imkoniyatini beradi, ob'yom beradi. Bu o'sha teksturani aniq nimani qilish kerak bo'lgan paytda mana shu faktorlarga qaraladi. Bu narsani aniq bilish uchun, конечно, o'sha obyektni materialini qanaqa tuzilganligini ko'rgandan keyin bu narsani nastroyka qilish mumkin. Ko'r-ko'rona hech narsani nastroyka qilib bo'lmaydi. Keyingisi anistrofi effektda tushiramiz. Mana rotation ham xuddi shunaqa oq-qora tekstura bergan holatda aylanish protsentini boshqarish mumkin. Xo'sh, keyingisi mana bu color qismida hali o'tgan darsda o'tgandim. Kir effekt beriladimi yoki tillarning ottyenkasi har xil berilayotganda, color o'zida bitta rang bo'lsa, yonidagi akoshka bilan biza har xilroq rang berish imkoniyatimiz bor. Masalan, deylik, men bitta effekt beramiz, masalan, noise. Ya'ni kartaning ichidan mana bu noise ni tanlaymiz. Hozir bu bizda temniy seriya bo'lib qoldi. Bunga sabab noise da oq-qora effekt bo'lgan hisobiga. Hozir bu yerda bitta rang. Agar hozir shu color ichida noise ni hozir razmeri ham katta bir qisam metallichskiy effektimizni ola bo'lib tusga kiradi. Tushunarlimi? Mana bu yerda ko'ramiz, ola bo'lib tus. Yoki masalan noise o'rniga tekstura berish mumkin. Xuddi shunaqa, masalan bitmap qilib deylik, masalan tak eski kolleksiyadan mana shu teksturani olib ko'ramiz. Mana yana bir bu тоже noise karta emas, imенно rasm tekstura holat bo'ldi, tushdi. O'rniga boshqa teksturani qo'ya olamiz. Mana bo'limning guli ko'proq bo'lgan effekt chiqdi. Uzoqdan ko'rib endi qiladigan bo'lsak, mana bizda mana shu effekt chiqyapti. Qora rang bo'layotgan отражение bermayapti. Nimaga? Sabab aytdimki, agar color qismi qora bo'ladigan bo'lsa, u o'timizda отражение bermaydi. O'shaning uchun bu yerda teksturaning ichida
rangimizni как бы темный bo'lib qoldi. O'sha joy отражение bermayapti. Buning uchun masalan serovатый, серый оттенкали отражение beriladigan bo'lsa, masalan mana bu noise ga o'xshagan teksturamizni bu yerda уже bunaqa темный tomonlari kamroq miqdorda, svetli tomoni ko'proq miqdorda отражение beradi. Masalan bir mana bunaqa sarapina effektlilar bo'ladi. Bularni ham masalan berish mumkin. Xuddi bitta temir metal qirilgan effektga o'xshab berilyapti. Faqat bu qirilgan effektimizda именно темный joyi отражение bermayapti. Чтобы темный joyi ham отражение berishi uchun biza berishimiz kerak. Mana bu kartani ichiga kirib teksturani o'zidan chiqarish uchun tak mana output degan joyni bosamiz, enable color mapping bosamiz. Mana bu qatorini ko'taramiz. Mana bu yoqni o'chirib qo'yib ko'rsak, kartani nima ta'sir ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Sal tushiramiz. Mana bu yoqni ko'tarish mumkin. Ozgina kontrast berish mumkin. Buning uchun mana bu add pointda точка qo'shish kerak. Mana bu ikkinchisi кривой degan joyini tanlab, bitta nuqta qo'shamiz. Move tanlab, tepa ko'taramiz ozgina. O'shanda bo'limining kontrastni yana effekt qo'shish mumkin. Mana bu teksturamizda shu joyimizda blesk beradi, ko'proq bo'ladi. Именно qirilgan effekt bo'lgani uchun xuddi shu teksturamizni masalan maplarni qatoriga tushib bump o'rniga berib qo'yish mumkin, kopiya qilib. Faqat bitishgan bo'lsamiz, mana buni -1 beramiz. Ko'payib ketdi. 0 -0,1 beramiz. Bo'limini bump kamaydi. Tabiiyroq bo'ldi. Shu. Keyingisi bu metal agar qirilgan yoki eski bo'ladigan bo'lsa, sal yana kamaytiramiz lampani. Qirilgan eskiroq bo'ladigan bo'lsa, данный moment hozir bleskimizni, hozir glossimiz 0.8 turibdi. Buni yana ozgina tushirishimiz mumkin. Чтобы как бы qirilgan effektli detallarning ko'pchiligida qirilganini sababidan metal o'zini bleskini yo'qotishi mumkin. Shunda bo'limini detalimizni bir masalan eskiligini bildirish kerak bo'ladi. Чтобы matviylik qo'shganda как бы eskilik bildirilishi uchun. Hozir masalan freshen yor 10 qilib qo'yish mumkin. O'shni metalimizni umuman bir eski holatdagi bo'lib qoladi. Agar bu rangini настройка qilmoqchi bo'lsangiz, rangini, чтобы birinchi o'rinda mana bu color qismimizni oq-qora bo'lishi kerak emas. Ya'ni o'zini ottеnkasida turishi kerak. Bu yerdan bitta fokus ishlatiladi, чтобы hozir o'zida bu rangi sal to'g'rilamasligimiz mumkin bittada. Masalan, bir ikkita yo'li bor. Color qismiga shunaqa effektlar berilayotganda, birinchisi teksturani mana bu qismiga bosib turib, bitmap qismiga bosib, o'rnini almashtirmoqchi bo'lamiz, masalan color correction berib, ikki marta bosamiz, lekin diskret qilmasdan mana bu keep old map qilib, ya'ni material bilan birga yangi o'sha color correction ishlatgan deymanda, okeyni bosib o'raman. Shunda hozir teksturamizda color correction ichiga tushadi. Shunda men ozgina mana bu hue shift degan narsani bu yoqqa suraman ozgina. Yo'q, hech narsa effekt bermadi. Значит, color correction seriy materiallarni ishlamasak, rangli bo'lsagina bu yerda bizda o'zgarishi mumkin. Orqaga qaytamiz. Teksturamiz o'zi qovursin. O'rniga bitmap bosamizda zamina qilamiz composite degan funksiya bilan. Bu yerda ham keep old map qilamiz. Kompozit bizda mana bu qismga tushadi. Ya'ni bu funksiya bizda bir nechta materialni bir-biri bilan bog'lash imkoniyatini beradi. Masalan, bizda mana bu tekstura bor. Add a new layer qilamiz. Bu xuddi Photoshopga o'xshagan, sloylarga o'xshagan narsa.
kompozit qilganimizdan keyin masalan mana bu non qismini tanlab bu yerda tekstur tanlash mumkin qo'shimcha yoki masalan rang berish mumkin. Tak, color. Tak, rang kerak menga. Tepa qism color correction ichiga kirib, map degan yonidagi color ichiga kirib, где-то boyagandagi tillamizni sarg'ish ottyenkasini beramiz. Okey, mana hozir bizda o'zgaryapti teksturamiz rangi ottyenkasi. Hozir bu yerda bizning o'zimizning teksturamiz bleski yo'qolib qoldi. Sababi mana bu tekstura как бы to'g'ri rang mana teksturani o'rnini almashtiryapti. Agar yaqinroq keladigan bo'lsak, bump effekti ko'ramiz, lekin mana qirilgan reflectiondagi effekt ko'rmayapmiz. Buning uchun mana ikkinchi rang biza ottyenkani qora rang va seriya rangni aralashtirish uchun qilindi. Buning uchun чтобы ikkalovini bitta qilib olish uchun color qismiga normalni bosib yonidagi average qilib tanlab olamiz, чтобы mana tekstura hozir rang bilan bitta bo'lib ketishi uchun. Hozir bitta bo'lib ketdi. Ozgina ottyenka qo'shildi ham. Mana bu qirilgan effektda отражениyaning har xil bo'lishi uchun addition qilib o'zgartirish mumkin. Bu yerda yana teksturani formati o'zgaradi. Subtract, darken, multiply, temniyroq bo'ladi. Opacityni olib kamaytirish imkoniyati bor, masalan, protsentini. Yoki xuddi shunaqa mana teksturani kamaytirish imkoniyati bor. Misol uchun color burn. Bu yog'i уже как бы test qilib boriladi. Masalan, kerakli rang, kerakli ottyenka olish uchun. Misol uchun. Xuddi shunaqa boshqa metallar bilan ham xuddi shunaqa ishlanadi. Tak, darken. Masalan, mana bu teksturani chekirib, o'rnini boshqa narsa bilan almashtirish imkoniyati bor. Masalan, gulli teksturali bo'ladi, ularni qo'yib olish mumkin. Yo'q, bu sal mos tushmadi. Bu yoq уже cho'zib ketaveradi. Har bittasini ko'rib chiqish уже как бы hamma o'zi test qilish orqali ko'proq bir narsani o'rganish mumkin. Keyingisi masalan tilla effektimizni boyaga teksturani orqaga qaytarib qo'yaylik. Xo'sh, keyingi momentda metallarni hozir bu bitta kir effekt berish nimasi bo'ldi. Masalan, ma'lum bir joyi temniyroq joyi отражение kamroq, svetli joyi отражение ko'proq bo'ldi. Boshqa momenti bor, obyektlarni chetlari qirilgan holatdagi nimalar bo'ladi. Masalan, obyektda bu joyi qirilgan, bu joyi qirilmagan effekt. Bular bir nechta material ishlatish orqali ko'rsatiladi. Masalan, deylik, ikki xil materialni, ikkita metalni ko'rsatish usuli. Masalan, yangi material tayyorlaymiz.
masalan ma'lum bir joyi top toza отражение, ma'lum bir joyi kir boshqacharoq rangdagi effekt berish kerak bo'lib qolgan moment bor. Bu bizda masalan ikkita materialni bitta qilish kerak. Yangi material ochamiz, current mtl o'rnini blend material bilan almashtiramiz. Discard all material qilib yopamiz. Mana bizda hozir o'tgan darsda bu to'g'risida ozgina o'tib o'tgandim. Material bir bizda boshqa material, ikkinchisi boshqa material. Uchinchisi mana mask, ikkita materialni bitta qo'yadigan funksiya. Ya'ni bittasini hozir beramiz. Masalan, mana bu o'zim tayyorlagan tilla materialimiz bor edi. Masalan, tilla, shuni kopiya qilamiz o'ng tomon bilan. mtl1 ga past qo'yamiz. Mana bu ikkinchi tayyorlagan materialimizni kopiya qilamiz. Ichiga past qo'yamiz. Agar past qilinmasa ichiga kirib, masalan, deylik, masalan, hozir bu tishlangan material yo'q, ichiga kiramiz. Hozir bu standart turibdi. Standart o'rniga yangi material hosil qilish mumkin. Masalan, ikkinchisiga. Hozir biz уже yana bitta material tayyorlab o'tirmaymiz-da, qilinganlarni o'zini kopiya qilib qo'yamiz. Masalan, past. Tak, bu bizda tilla ekan, buni kopiya qilish kerak bo'ladi. Ikkita bitta qilib qo'yman. Past qilamiz. Mana bu mask qismiga biz kiramizda bitmapga kirib shularning ichidan bir tak seriya material tanlaymiz. Bittasi oq, bittasi qora bo'lgan aniq bitta material tanlaymiz. Tak, mana yoni ichidan tanlasam bo'ladi masalan. Buning ichidan bitmap qilib tak smoke qismi bor. Obyektiv berib qo'yamiz, nima chiqar ekan hozir. Bir nima shum sezilyapti, smoke nimasi bilan ozgina ko'rmayapman. Mana bizda mana bu tekstura bo'lishi kerak. Слишком bulutli ekan bu. Smoke o'rnini boshqa narsa bilan qo'yamiz. Masalan, waves degani bor. Bu ham bo'lmaydi. Speckle qo'ysak. Yo'q, bu ham emas. Perlin marble deganini qo'yishimiz mumkin. Yo'q, boshqasini qo'yamiz. Tak, noise ni tanlaymiz, noise o'zimiz standart. Buni fraktal qilib qo'yamiz yoki turbulentnost. Turbulentnost boyiga noise ga o'xshab qoldi. Tak. Standart kartalardan bir yoqadigan moment chiqmayapti. Noise ekranimizda bitmapga kirib. Tak. Nastroykalardan bor edi bir qizilroq. Masalan, mana aboya teksturasi. Bu ham qizilroq chiqishi mumkin. Bu aboya oq qora berilgan. Masalan, mana bu teksturani tanlab. Mana bizda hozir mana bu yoqda gul hosil bo'ldi. Gul ko'rilmayapti chunki слишком tekstura cho'zib olingan. Bu holatni to'g'rilash uchun biz mana bu rangini, to'g'ri teksturani tilingini ko'paytiramiz. Masalan, tiling 10 ga 10 berilishi mumkin. Ko'payib ketdi. 2 ga 2. Masalan, tepasini 5 qilish kerak bo'ladi. Bu yerda hozir otenkasi uncha sezilmayapti. Mana seriya qism material tanlaganimizni, berganimizni, ya'ni mana bu blenddagi ikkinchi material qismini tanlab, ya'ni bizda hozir mana bu joy bo'lyapti. Buni temliroq qilamiz rangini. To'g'rog'i masalan mana buni olib tashlab clear qilamiz. Rangini to'qroq qilamiz.
bizda bo'liming nimadir chiqdi. Teksturani o'rnini almashtiramiz boshqasi bilan. Mana ma'nosiga. Bo'limini effekt sezilyapti. Yaqinroq kelamiz. Ana blendda bizda ikkita metallni aralashtirgan holatdagi teksturamiz hosil bo'ldi. Sal tepasini ko'taramiz. Bizning bu usulda o'sha aytganimdek obyektlarni ma'lum bir joyi kir bo'lsa, kirroq effekt, ma'lum bir joyini toza effekt qilish imkoniyati bor yoki bir nechta material, ya'ni aboylarda hozir aboy teksturi berganimizda bir qismi material, ya'ni отраженияsi yo'q bo'lgan blesksiz joyi bo'ladi, boshqa qismi, ya'ni oq qismi yoki o'sha blesksiz yoki bleskli bo'lgan tilla effekt berish mumkin. Hozir bu yerda ikkita materialdan bittasini, masalan, hozir temniy tomonimizda отраженияsi kamroq qilamiz. Svetli tomonini, masalan, matviy joyini 100% qilib qo'yishimiz mumkin hozir shu yerda. Ana mana bu tomonimizda bizda blesk bo'lib qoldi. Men xohlardim hozir mana bu gulda fon tomon temniy bo'lib, gullari отражение berishni xohlayman. Buning uchun hozir aboy mask qismiga kirib pastroq tushamizda output qismini bosib, tek qismini mana bu invert degan teshkani bosamiz. Shunda teskari bo'lib qoladi-da, gulimizning o'rni almashadi. Tushunarli. Bu yerda ham o'sha aytganimdek, o'sha ikkinchi materialni отражениясini kamaytiramiz. Masalan, level o'zini boshqarishi mumkin kamroq qilib. Shuni kamroq отражение beradi. Mana gulli, svetli tillani отражениясini masalan svetli qilib qo'yish mumkin. Yoki tonini seriy qilib qo'yish mumkin. Tushunarli? Tilla turgani o'zi qizilroq turibdi. Ozgina matte twist effekt beramiz. Yaqinroq kelamiz. Bizda bir qizilroq material kombinatsiya bo'lyapti. Keyingisi xuddi shu holatda bunga ozgina bump berish mumkin. Bumpni ham mana shu gulni o'zidan chiqaramiz. Shunda ozgina aboy bir qism bo'rtma effekt hosil bo'lishi uchun, bu effekt hosil bo'lishi uchun biz ham svetli tomonini, ya'ni birinchi materialga kirib, biz esdan chiqmasin, mask qismi o'ng tomon bilan bosib ustiga kopiya qilinadi, bu yo'nalishni saqlab qolish uchun. Birinchi materialni bump qismiga ko'rsataveramiz past qilib. Xohlang instance qiling, xohlang kopiya qiling. Agar razmeri va gullarning sonini ko'paytiriladigan bo'lsa, instance qilgan yaxshi, ikkita tomonda baravariga o'zgarishi uchun. Yaqinroq kelamiz. Mana bizda ham yo'da bump effekt berganimiz hisobiga ancha-muncha qizilroq effekt chiqyapti. Конечно, mana bu joyini -1 qilib teskari tomonga ishib chiqishini ko'rsatib qo'yishim mumkin. Shu displacement bu yerda o'tirilmaydi. Displacement bu aboylarga bunaqa gul ko'rsatish uchun mo'ljallanmagan. Mana bu yerda masalan blesk ko'rinyapti. Shu tak aytgancha bizani invert qilganimiz hisobiga plyus tomon ketgan soni bizda ozgina teskari tomon ko'rsatyapti. O'sha hisobiga minus tomon ko'rsatilishi kerak ekan. Shu общий orqaga qaytamiz. Bizda anaqa qizuv material chiqyapti.
bu materialni masalan saqlab qo'yish mumkin. Keyingi bir yangi slot ochamiz. Bu yerda keyingi usul, ya'ni boshqacha imенно bir kir effekt berish usuli bor. Buning uchun yana biz tilla effektimizni kopiya qilamiz. Bu gal beradiganimiz bu yerda ham ikkita material, ya'ni blend material ochamiz. Discard all material qilib, yangi material bittasiga past qilib tillamizni beramiz. Ikkinchisiga mana bu temniy kir bo'lgan effektni beramiz. Ikkinchi material настройка qildik, kopiya, mana material 2 ga past qilib qo'yamiz. Instance qilish shart emas, просто kopiya. Hozir bu bizda hech qanaqa effekti yo'q bo'lgan material. Mana mask qismiga biz beramiz Corona AO degan effektni. Bu bizda agar V-Ray bilan ishlaydiganlar bo'lsa, ular Corona V-Ray 4 degan materialni bilishadi. Ya'ni biz o'sha Corona AO xuddi V-Ray 4 o'zi. OK'ni bosamiz. Hozir bu yerda mana ma'lum bir ta'sir ko'rsatildi. Masalan, mana bu tomonda bizda svetli, bu yoq temniy bo'lib qoldi. Bu yerda hozir ozgina xato ketadigan bo'ldi. Ya'ni max distance hozir bizda 100 sm bo'lib qoldi. Bizda mana bu joyimizning qalinligini o'zi eni 20 sm dan sal kamroq. O'sha hisobiga bu gazetni 5 sm ga kamaytiramiz. Mana bu yerda sразу ko'ramiz. Mana bu bir ko'proq pustoyroq tomoni temniy, bu yoqlarimiz bizda svetli bo'lib turibdi. Bunga sabab teksturamizni mana bu o'rni almashib qolgan. Ya'ni birinchisi bizda svetli, ikkinchisi temniy turgan bo'lsa, svetlisini o'rnini temniy bilan almashtirish kerak bo'ladi. Buning uchun tepadagi ushlab turib pastga tortamiz edi, qo'yib yorib, swap qilib almashtirib qo'yamiz. Bu hozir bizda tepa anaqamiz temniyroq bo'ldi. Ya'ni tepa svetli, ya'ni ochiqroq joyimizda, mana bu burchak tomonlari temniy bo'lib qoldi. Lekin o'rni almashgandan keyin effektimizni ozgina yo'qotib qo'ydik, sezilmayapti. Aslida bir xil narsa, masalan, o'rnini oddiy o'sha toza tilla bilan almashtiradigan bo'lsak, bu o'chiramiz. Buni beradigan bo'lsak, bunda ko'proq ob'yem chiqyapti. Agar ta'sir uncha sezilmayotgan bo'lsa, max distance ni masalan 50 berib qo'yishimiz mumkin. O'shanda mana bu joyimizni bo'lmayman temniyroq bo'ladi. Lekin bizga 5 soni kerak bo'ladi. Keyingisi birinchi bir temniy holat boyinga o'xshab ta'sirini sezish uchun o'rni almashtirib qo'yamiz. Что mana bu yoqdagi effekt nima bo'layotganini ko'rishim uchun. Chunki qora fondagi svetli narsa ta'siri ko'proq sezilayotganini ko'ramiz. Yaqinroq kelamiz. Mana hozir bizda nima ta'sir qilyapti? Corona AO xuddi V-Ray 4 ga o'xshab, qaysi burchaklari ko'proq bir-biriga yaqinroq burchakli bo'lib turgan bo'lsa, o'sha effektdan sekin yumshoq bo'lgan holatda tekstura yoyilishni boshlaydi, ya'ni rang yoyilishni boshlaydi. Bu yerda farqi qaysi birida, ya'ni mask hozir Corona AO hisoblayapti. Masalan, occluded color bu bizda qora tomon. Bizda hozir mana bu svetli tomon bo'lyapti. Unoccluded color bu oq bo'layotgani, bizda mana bu oq pustoy joy, ya'ni obyektlar bir-biriga yaqin bo'lmagan joyi bizda ta'siri sezilyapti. Agar buni ham masalan qora qilib qo'ysam yoki temniyroq qilsam, boygindagi nima ta'siri seziladi? Svetli obyektni. Aytdimki, hali bizda mana ikkita material o'rni almashib qo'ygan, o'shaning hisobiga biza rangi masalan mana bu svetli, bu svetli, bu ham qora, mana bu ham qora deb olinmaydi. Ya'ni hozir bizda qora fonda bizda temniy svetli materialimiz turibdi. Oq fonda, ya'ni oq rangda bizda temniyimiz turibdi. O'shanaqa hisoblagan yaxshiroq. Max distance yana kamaytiramiz 2 ga. O'shani aniqroq bo'ldi ko'ramiz, nima ta'sir bo'layotganligini. Masalan, mana bu yoqdan ko'rsak, bu yerdan ham sekin yumshoq holatdagi effekt chiqib kelyapti. Bu nima ta'siri? Mana bu obyektimiz bunga yaqinroq bo'lgani hisobiga. Keyingisi masalan
buni ham tushundinglar. Bu max distance bu qanchalik santimetrda cho'zilishi kerakligini bildiradi. Yana bitta knopka bosamiz, masalan invert normals deb bosadigan bo'lsak, bizda mana bu yaqinlik o'zgaradi. Ya'ni invert normals qilingan joyida naborot mana bu burchak ichkariga kirayotgan burchaklar emas, tashqaridagi burchaklar ko'proq bir-biriga ta'sir ko'rsatish boshlaydi. Masalan max distance 1 qilib qo'yamiz. O'shanda effektni ko'proq ko'rishimiz mumkin. Juda zo'r effekt bu. Asosan metallichskiy effektlarda kir effektlari mana shunaqa ko'rsatiladi. Ya'ni qanaqa ko'rsatiladi? Imенно ko'pincha mana shu ichkaridagi burchak emas, tashqaridagi burchaklari ko'proq qiriladi. O'shani hisobi bilan bu yerda effekt mana shu nimani berishi mumkin. Plus yana bitta effekt bor, masalan, color spread deganini oshirib ko'ramiz. Nima effekt hosil bo'lishini ko'ramiz. Color spread bu rangni temniligini oshirib berar ekan. Masalan, hozir maksimalni 1 turibdi. Kamaytirsak svetligini kamaytirib borar ekan. 0 tursa o'rta holatda bo'lar ekan. 1 qilib qo'ysak, yana ham bir ya'ni yarkiroq qilgan holatda burchagini aniq ko'rsatib berar ekan. Buni 0 qilib qo'yamiz aka. Keyingisi ray directionally degan joyini ko'paytirib ko'ramiz. Nima effekt berar ekan? Bu yoq hozir mana bu tomonni, ya'ni burchakdagi effektini, ko'rinish protsentini как бы kamaytirib berdi. Ya'ni bir qilganimda mana bu joyimizda как бы ko'rinar ekan, to'g'ri oshirgan sayin ko'rinmas ekan, kamaytirgan sayin maksimalni ko'rinib ketar ekan. Max samples bu ham mana bu chiqayotgan shumavaylarni kачествосiga ta'sir qiladi. Masalan 16 bizda menimcha hozir aytamiz how many samples to use. Agar max samples oshiradigan bo'lsak deyapti, masalan 30 qilsak 16 dan render vaqti sekinlashadi deyapti, lekin mana bu chiqayotgan noiselar, ya'ni dirt effekt yoki ambient occlusion effekti tozaroq render qilinar ekan, lekin render vaqti sal sekinlashadi. Biz unaqa detalniy obyektlarni ko'rsatayotganimiz yo'q, общий interyerda ishlatayotganimiz sababli 16 turgani masalan standart effekt hisoblanaveradi. Keyingisi directionally offset degan joyi nimaga javob berar ekan ko'ramiz. Oshirib ko'ramiz, masalan 10 ga. Hozir bu bergan effekt obyektda shum effektini hosil qiladi. Kamaytiramiz bir qilib. Yoki minus tomonga qaratib kamaytirib ko'ramiz. Buni mana bu dirt effektni yo'nalishi boshqarilar ekan. Ya'ni yarim tomoniga ta'sir ko'rsatar ekan, yarim tomoniga ta'sir ko'rsatmas ekan. Buni bitta yo'li bor, ya'ni nimaga ishlatilishini aniq bilish uchun. Masalan, deylik, bitta choynak hosil qilamiz edi. Kachtasini sal ko'tarib, bu choynakga ham xuddi mana shu teksturamizni berib qo'yamiz. Mana ko'ramizda choynakda ham mana burchak tomonlari bizda tak nolvoy holatga qaytarib qo'yamiz, чтобы aniqroq bilish uchun. Mana bizda hozir bo'limning hamma tomoni bir xil tekstura o'ynayapti. Agar masalan birinchi tomonini 5 qilib qo'ysak,
past tomonidan tepa tomoniga qarab chiqib ketdi. Choynakni ezib ko'ramiz. Nima effekt hosil bo'lyapti? Yo'q, hech narsa sezilmadi. 5 bo'lgan sonini 30 berib ko'ramiz. Mana bu yon tomonini ko'proq nima effekt beryapti, chem bunga qaraganda. Bu yonni 0 qilamiz. Y tomonini 30 berib ko'ramiz. Tushunishim bo'yicha masalan birinchisi bizda x edi. X tomoniga masalan x tomoni blesk ko'proq berilgandi. Boshqatdan tekshiramiz. Mana x tomoniga 30 beramiz. Maksimaliy 10 ekan o'zi. X tomoniga ko'proq effekt berdi masalan hozir. -10 qilsa teskari tomonga beradi. Y buni 0 qilib qo'yib y ni 10 qilsa y tomonga ko'proq beradi, ya'ni plus tomoniga ko'proq udar beradi. Minus tomoniga agar minus qilsa -10 bizda minus tomoniga ko'proq udar beradi. 0 qilamiz z ni plus 10 qilib qo'yamiz. Mana obyektni ko'ramiz. Z bo'tgan, ya'ni tepaga qarab ketayotgan joyi bizda ko'proq 4 effekt beryapti, pasi почти bermayapti. Xuddi shunaqa minus qilib qo'ysa, -10 past tomonimiz bizda ko'proq, tepa tomonimizda отражаться bermayapti. Bularni keyin kombinatsiya qilib berish mumkin, masalan -5. Shundan anaqa yo'nalish berish mumkin, masalan yoniga, pastiga. Buni asosiy ishlatilish tomoni bu oynalar ana suv yuvitilgan dekorativniy elementlar yoki masalan yarimi tilla bo'lmagan effektli bo'ladi. O'sha momentlarda shu effektni ishlatish mumkin bo'ladi. Prosta buni o'sha dekorativniy elementga berib ko'rgan holatda boshqarish kerak bo'ladi. Hozir данный moment bizda mana bu o'zimizning berayotgan nimamiz effektiga yetib boryapti. Endi keyingisi choynakni olib tashlaymiz, obyektimizga qaytamiz. Bizda unoccluded color bilan occluded color degan joyda known degan tomon turibdi. Masalan, max distance ni ham yonida known degan joy bor. Bularga karta berish imkoniyati bor degani. Masalan, hozir bizda rangi o'zi turibdi. Mana shu yerda masalan mana ikkita kartamizni o'zining rangiga ega. O'shanga mana occluded color bularga bermaymiz, chunki bular oq qora bo'lib ishlashi kerak. Agar max distance ga biz noise bersak, masalan karta noise bor. Mana bu tomonimizga ta'sir ko'rsatadi o'sha. Burchilarimizga. Agar masalan size-ni 1 berib qo'ysak, mana bu tomonimizda shumavoy bo'lgan holatda ishlashni boshlaydi. High, tak, low. Fraktal beramiz. Size-ni ko'paytiramiz 5 qilib. 2 ko'paytirar ekanmiz. Mana bu max distance ni oshiramiz 3 qilib. Mana bu ta'sirini ko'rayotganimizda burchagiga bir tekstda yoyilmayapti, ya'ni noise bo'lgan holatda yoyilyapti. Tak, 3 ko'payib ketdi, 2 qilib qo'yamiz. Ya'ni boya bir tekstda yoyilyapti. Mana bu joyimizda chizuv bilan bir tekstda ketyapti. Noise qo'shganimizdan keyin mana bu tomonimizda yoyilishlari har xil bo'lyapti. Agar biz buni kartani o'chirib qo'ysak, boyagindagi bir tekst ketadi. Agar kartani yoqsak, har xil effektda bo'lib turadi. Xuddi shunaqa hozir bizda mana bu tomonimizda как бы obyektni, ya'ni materialimizni bir tomoni kir, bir tomoni toza bo'lyapti. Xuddi shunaqa boyaganda koronani invert normals qilib qo'ysak, tak, hozir uzr.
mana bu rangimizni, ya'ni swap qilish kerak bo'ladi. Svetli tomoni qora tomonga, qora svetli tomonga ushlab turib o'rin almashtiramiz. Okey. Mana bu tomonimizda bizda toza tomonimizni kirga qaraganda farqi sezilishi kerak edi. Temniy tomon unchalik sezilmayapti farqi. Значит, чтобы sezish uchun color spread degan joyini ko'paytiramiz. Ya'ni bu bizda kontrast, ya'ni to'qligini oshirib beryapti. Lekin bu hozir bu bergan effektimizda unaqa kerakli darajada effekti bermadi, chunki tabiiy holatda metal burchlari bunaqa kir effektlanmaydi. O'sha hisobiga bu hozir nenaturalniy, ya'ni tabiiy bo'lmagan holatdagi effekt bo'lib qoldi. O'sha hisobiga boyagi teksturamizni swap qilib o'rnini almashtiramiz. Ya'ni birinchisi bizda kir effekt bo'ldi, ikkinchisi toza effekt. Bo'lgandagi korona avoni o'rnini invert normal qilib qo'yamiz. Yoki mana shu holat bo'ladi. Endi bitta momenti bor. Masalan, hozir bu bunaqa qora effekt emas. Deylik, masalan, mana bu svetli tomoni ham ikki tomonni svetli qilib mana occluded colorni ozgina seriya berish imkoniyati bor. Sal bo'lmeniy kirro effekt bo'ladi. Max distance masalan 1 qilib color spreadni kamaytirib qo'ysak bo'ladi. Yoki bitta materialni tillamas serebrinniy berib qo'yish mumkin. Xuddi shunaqa o'rnini almashtirib qo'yamiz, swap qilib. Aytgancha mana bu temniy tomonimizni o'chib qo'ygan ekan. To'z qolib ketgan ekan. Ushlab turib o'rnini ko'payib qo'yamiz. Bittasini biz tilla effekt beramiz. Matvistni oshiramiz, ya'ni matviyligini kamaytiramiz. Tillali effektda ham to'g'riroq mana burchidagi kumushni ham matviyli effektini sal kamaytiramiz. Korona avon distansini 2 qilib ko'paytiramiz. Hozir bu berayotgan effekt bizda tillani ustida tilla bilan yugurtirilgan metalli chetlari o'chib borayotganligini effektini beradi. Tak, noise birga kishaytiramiz. И все. Mana bizda как бы очень реалистичный effekt chiqdi. Mana bu chetlarini masalan ozgina boya aytganimdek tillaga tak bu bizda kumush. Tak bam qismiga tak общий bitta bitma beramiz. Tak bizda qirilgan effektlardan bittasi mana bu dekor bo'lishi mumkin yoki boyagi mana bu effektimiz bo'lishi mumkin. Qirilgan effekt. Hamyoni ko'rsatib qo'ysa tekstur qanaqa yoyilayotganini ko'rishimiz mumkin. Sonini masalan 2 marta 2 barobar ko'paytirib qo'yish mumkin, чтобы effekt guli kamroq, ya'ni maydaroq gulli bo'lishi uchun. Mirror qilganimiz sababi tiling bilan ko'paytiradigan bo'lsam
mana chetidagi ulanayotgan effektlar bilinib qolishi mumkin bo'ladi. O'shanga bir qilamanda mirror qilsam qarama-qarshi tomonga отражение beradi. Ya'ni agar mana bunaqa effekt chiqadi. Shu keyingisi tak o'ta normalniy. Protsenti tak bampini kamaytiramiz. Mana bu tillali effektimizga ham biz beramiz bampiga noise degan narsa. Ya'ni usti bleskli bo'lgan hisobiga faqatgina noise so'zini beramiz. Sonini, size-ni 1 qilib qo'yamiz. Bunaqa ishib turmasligi uchun bampini 001 qilib berib qo'yamiz. Yana ham ozgina kamaytiramiz. Noise-ni yana ham bir 0.5 qilgan holatda kamaytiramiz. И все. Bizda shunaqa bir chiroyli effekt chiqyapti. Boyaganda ketganimda men material qismi fokusga qarab, ishga qarab, men tomonni temniy qilib qo'yishim mumkin. Так. Ya'ni kirroq effekt berish uchun bo'lyapti bu narsa. Yaqinroq kelsak, normalniy. Ozgina mana bu maskga color spread berib qo'yish mumkin. Distance ham sonini 2 qilib qo'ysak bo'ladi. Shu shu qismida metal bo'yicha bizda ishimiz shundan iborat. Ya'ni aytganimdek bleskli materiallar blesk ko'proq, matviyligi matviy ko'proq. Bir nechta materialni kombinatsiya qilish uchun blend material ishlatiladi. Qo'shimcha bunaqa kir effektlarni berish uchun maskasiga Corona AO ishlatiladi. Plus bu Corona AO ni o'zi ob'yom berish sifatida ham ishlashi mumkin. Baravariga masalan Corona AO ni mana bu obyektlarni o'zini mana burchagiga ham berib qo'yish mumkin qo'shimcha. Masalan Corona AO ni kopiya qilib tak tillali effekt bizda hozir burchaklari tillali effekt bo'lgani, asosan rangi tilla bo'lgani hisobiga tillani razdelga kirib mana bu color qismiga past qo'yish mumkin. Past kopiya qilish kerak. Rangini mana bu occluded color bizda qora bo'lib turadi. Mana invert normni o'chiramiz, shu burchaklar effekt berish uchun. Mana unoccluded colorni qora qilib qo'yamiz. Agar o'chirsak, nima effekt chiqishini ozgina ko'ramiz. Tak, plus mana bu max distance sonini 5 ga ko'paytiramiz. Yo'q, bu yerda uncha sezilmadi effekt. Olib tashlasa ham bo'lar ekan. O'chirib qo'ygan ekanman, uzr. Baribir sezilmadi. Clear qilib qo'yamiz. Orqa kameraga qaytib shu yerda metallarga tegishli bo'lgan qismini tugatamiz. Keyingi darslarda plastmassa bo'lgan effektga o'tamiz. Shunda ham bir sложный bo'lgan momentlarni qanaqa ishlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Dars